Otlar davom ettiramiz. Otlarni tuzilishi, ko'rib turlari haqida gaplashib o'tdik o'tgan darsda. Endi otlardagi ayrim qo'shimchalar bor. Egalik, kelishik qo'shimchalari, shu qo'shimchalarga qisqacha yana to'xtalib o'tamiz. Biz bu qo'shimchalarni taniymiz. Ya'ni qaysi qo'shimchalar ekanini bilamiz va hozir ozgina qisqacha to'xtalamiz xolos. Xo'p, va bu yerda ko'proq kelishik qo'shimchalarga to'xtalaylik. Kelishik qo'shimchalarni eslab olamiz. Bosh kelishik qo'shimchasi yo'q edi. Qaratqich kelishigini qo'shimchasi ning. Ni, ga, da, dan. Xo'p, mana bu qo'shimchalar hozir bizga tanish, oson yodlaganmiz. Lekin mumtoz adabiyotga o'tganimizda bu qo'shimchalar o'zgaradi. Ya'ni to'g'rirog'i u paytda ishlatilgan qo'shimchalar hozir o'zgarib ketgan. Masalan, qaratqich kelishigi ning qo'shimchasi she'riy jumlalarda in holida kelib qoladi. In holida ko'p uchraydi. Hop, yoki ba'zi hollarda inmas in bo'lib qolishi ham mumkin. In deganda i qavs ichida n ham keladi, in bo'lishi ham mumkin yoki im holida kelib qolishi ham mumkin. Hop, misol ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston vatanim manim. Hop, mana bu yerdagi im qo'shimchasi aslida ning qo'shimchasi. Chunki O'zbekiston mening vatanim bo'lish kerak, mening degan so'z bu yerga kelish kerak edi. She'riy jumlada inversiya bo'ladi, gap bo'liklar o'rni almashadi. Demak, shu joydagi ning qo'shimchasi egalik qo'shimchasi im shakliga kirib qolgan va bu ko'pchilik chalg'itadi. Yoki bo'lmasa, tushum kelishi qo'shimchasi in shaklida qo'llanadi bu ham. Buni ham bitta misolda ko'ramiz. Masalan, yer sharin boshin tang'idik. Yer sharin boshin tang'idik. E'tibor beringlar, yer sharin da mana bu yerda sharin degan so'zni tahlil qilib chiqaylik. Nima demoqchi? Aslida yer shari, yer sharining. Demak, bu yerdagi n qo'shimchasi aslida ning qaratqich kelishigi ekan. Boshin tang'idik. Boshin degan so'zga ham e'tibor beramiz. Bosh degan so'z bor va unga i degan egalik qo'shilyapti va unga ni qo'shildi aslida. Yer sharining boshini tang'idik. Bu yerdagi n qo'shimchasi aslida mana bu yerdagi ni tushum kelishi qo'shimchasi ekan. Ya'ni qaratqich kelishigi va tushum kelishigi she'riy jumlada amonimlik hosil qilyapti. Aslida ular amonim emas, lekin she'riy jumlaga kirganda amonim bo'lib qolyapti. Mana shu holat rosa ham ko'p uchraydi. Mumtoz adabiyotda g'azallar o'qiymiz hali, juda ko'p uchraydi. Hop, davom etamiz. Ga qo'shimchasi ba'zida na yoki a shaklida qo'llanadi. Masalan, misol ko'rib o'tamiz bunga ham. Mushkun qoshining hay'ati ul chashmi jallod ustuna qatnim uchun nas keltirur nun eltibon sod ustuna. Shuni bitta joyini olaylik. Boshima yoqqan g'am toshin mingdan biricha bo'lmagay, gardun agar ming bestun yog'dirsa farhod ustuna. Ikkinchi qatorni yozyapmiz. Gardun agar ming bestun yog'dirsa farhod ustuna. Xo'p, mana bu yerdagi na qo'shimchasi aslida ga qo'shimchasi. Lekin ogahiylar davrida ga degan qo'shimcha bo'lmagan, ular na deb qo'llagan. Yoki ogahiy xorazmlik ekanini ham inobatga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda ham Xorazmda aynan na deb qo'llanish holatlari uchraydi. Demak, gardun agar mingta bestun tog'ini
Farhodning ustiga yog'dirsa demoqchi. Ustiga, ustuna deyapti. Yoki bo'lmasa aynan na ga qo'shimchasi a shaklida ham keladi. Masalan, shu she'rda ketadi. Shu she'r birinchi qator ekan. Boshima yoqqan g'am toshin. Qarang, boshima yoqqan, boshima. Boshim a bu ga. Boshimga yoqqan g'am toshin. Mana bu joyda nima? Toshining qo'shimchasi shu yerda. Boshima yoqqan g'am toshining mingdan biricha bo'lmagay. Demak, shu joyda ham a qo'shimchasi keldi, ham n qo'shimchasi keldi, ular o'zgargan shakl. Xo'p, endi da qo'shimchasi odatda o'zgarishsiz qo'llangan, dan qo'shimchasi esa ko'pincha din holida keladi. Din holida. Hozirgi qatorni boshqatdan yozaylik-da. Boshima boshima yoqqan g'am toshin mingdan biricha bo'lmagay. Mana boshima, mana bu joyda a keldi. Bu aslida ga edi. G'am toshin bu yerda n keldi. Bu aslida ning edi. Mingdan din keldi. Bu aslida dan qo'shimchasi edi. Dan. Mana shu yerdan ko'ryapmizki, kelishik qo'shimchalari oldin boshqacharoq shaklda bo'lgan ekan, hozir sal boshqacharoq shaklga kirib qolyapti ekan. Tushundinglar-a? Yaxshi. Demak, kelishik qo'shimchalar shundan iborat bo'ldi. Endi egalik qo'shimchalarida unchalik ham ko'p aytiladigan narsa yo'q. Eslab olaylik. Im, ing, i yoki si, imiz, ingiz, lari. Bu yerda unchalik ko'p narsa yo'q. Ba'zida masalan im qo'shimchasini o'rniga imiz qo'shimchasi kelishi mumkin. Ya'ni imiz ko'plikni bildiradi, im birlikni bildiradi. Shu yerda masalan bitta odamda bitta o'g'li bor. Endi aytadida, o'g'limiz bunday deb gapirsa, o'g'limiz bitta o'g'li-yu, ko'p emas, lekin o'g'limiz deb gapiryapti. Bu yerda o'g'limiz degani bu yerda kamtarlik ma'nosi ketadi. Shunaqa. Birlikni o'rnida ko'plik kelib qolsa, bitta kamtarlik bo'lib qolishi mumkin. Yoki ingni o'rnida ingiz qo'shimchasi ham qo'shiladi. Masalan, mana bu daftaringni yop desam bo'ladi. Daftar ing ikkinchi shaxs bitta odam. Lekin daftaringizni yoping desam, ingiz ko'plik, aslida daftaringiz desam hammaga tegishli bo'lishi kerak, lekin bitta odamga aytayapman. Bu yerda sizlash ma'nosi, hurmat ma'nosi ketadi. Yoki si o'rnida lari qo'shimchasi ham kelib qoladi. Masalan, mana bu kitob dadamning kitoblari. Bitta kitob turibdi. Lekin dadamning kitoblari deyapsiz. Bu yerda hurmat ma'nosi ketyapti. Shunaqa. Egalik qo'shimchalari birlik o'rnida ko'plik qo'llanishi ham mumkin ekan. Qolaversa, mana bu im qo'shimchasiga hushyor bo'lamiz deganmiz. Shaxs sonda ham uchraydi yoki narsa ot yasaydigan qo'shimchaning ichida ham ko'rdinglar. To'pla, to'plam, kiyim bo'lib im qo'shimchalari keldi. Xo'p, bo'ldi. Endi qo'shimchalar ichidagi lar qo'shimchasiga ham to'xtalib o'taylik. Lar qo'shimchasi bir nechta ma'nolarni bildiradi. Bir chekkadan ko'rib o'tamiz. Lar birinchi ma'nosi ko'plik. Oddiy ko'plik ma'nosi. Qanaqa bo'ladi desa, kitoblar oldim. Oddiygina ko'plik. Ikkinchi ma'nosi hurmat. Dadamlar keldilar. Dadamlar keldilar.
Uchinchi ma'nosi kuchaytirish. Boshlarim og'rib ketdi. Nechta boshingiz bor? Bitta boshimiz bor, lekin boshlarim og'rib ketdi. Hali aytadi, yozorib qo'llarim tolib ketdi. To'g'ri, odamda ikkita qo'l bo'ladi, lekin qo'llarim toldi deganda bitta qo'lda yozadi-yu. Shunaqa. Yoki mana inson tana a'zolarida lar qo'shimchasi qo'shilsa, u ko'plikni bildirmaydi. Aytaylik, qo'llar. Aslida ikkita bo'lsa ham qo'l bittada yuradi. Nimaga desa, mana qo'lingni ko'tar desa, nima qiladi? Birlikda aytyapti, bitta qo'lni ko'taraman. Yoki qulog'ingizni bekiting desam, birlikda aytyapti, men bitta quloq bekitish kerak. Yo'q, quloqlarim desa, ikkovsi emas, o'zi quloq desa ham ikkovini tushunaveramiz. Lekin quloqlarim desa, bu yerda kuchaytirish ma'nosi. Yoki ko'zlarim tolib ketdi. Ko'zim tolib ketdi desa ham ikkala ko'z tushuniladi. Ko'zlarim tolib ketdi desa ham ikkala ko'z tushuniladi, faqat kuchaytirish ma'nosi. Tushunarligi? Qonlarim ochib ketdi. Deysiz? Demak, kuchaytirish ma'nosi. Xo'p, undan tashqari yana bir nechta ma'nolari bor. Masalan, tur xil ma'nosi bor. Bozorda ketyapsiz, nonlardan oling. Qarasangiz, u yerda go'shtli non bor, endi pishgani, yoki bo'lmasa boshqa oddiy nonlar bor, har xil nonlar bor-da, o'shalardan bitta turini oling deyapti. Bitta nondan ko'p oling ma'nosi emas, har xil nonlardan oling. Yoki guruchlardan oling desa, shunaqa holat uchraydi ekan. Xo'p, yana qanaqa ma'nolari bor? Birgalikda anglash. Birgalikda anglash. Uyga kelsangiz, bitta kichkina ukasi o'tiribdi-da, dadingiz, ayingiz, opingiz, akangiz yo'q ekan. Ayalarim qani deysiz. To'g'rimi? Ayalarim qani deysiz. Desa, bu yerda ayaga larni qo'ysa ko'plik ma'nosimi? Aya bitta bo'ladi-yu. Ayalarim deganda kimni tushunyapti? Qolganlarni ham qo'shib tushunyapti. Yoki B sinfda Olimjon degan bola bo'lsa, Olimjonlar qani desam, ko'pgina olimjonlar so'ramayapman. Olimjon va uning sinfdoshlari. Yoki men Samarqand, Buxorolarga borib keldim. Samarqand, Buxorolarga. Samarqand bilan Buxoro bittadan, lekin u yerda larni qo'shilishi, uni atrofini ham qo'shib tushunamiz degan. Olimjonlar keldilar. Olimjonlar keldi. Yoki gumon ma'nosi ham bor. Ikkilarda kelaman. Ikkilarda kelaman. Gumon ma'nosi. Aynan ikkimiz boshqa. Xo'p, shunga o'xshagan lar qo'shimchasining bir nechta ma'nolari bor ekan. Bu degani qo'shimchalar faqat bitta ma'noni bildiravermas ekan har doim. Ba'zida o'zini haqiqiy ma'nosidan tashqari boshqa ma'nolarni ham bildirish imkoniyati bor ekan. Shu yergacha gaplashganlarimiz bu turdosh otlar edi. Endi sizlar bilan gaplashmoqchi bo'layotgan mavzuyimiz atoqli otlar. Atoqli otlar. Atoqli otlar. Ozgina qoidasi, shaxs, narsa yoki joylarga atab qo'yilgan nomlar. Shaxs, narsa yoki joylarga atab qo'yilgan nomlar. Shaxs, narsa yoki joylarga atab qo'yilgan nomlar. Bular atoqli otlar deyilar ekan. Endi ismlar, masalan Islombek,
desa, familiya bo'lishi mumkin. Erkin Vohidov. Vohidov. Tahallus bo'lishi mumkin. Navoiy. yoki joy nomlari. Xo'jaobod. Yettichinor. Hayvonlar nomi bo'lishi mumkin. Xullas, atoqli otni tushunamiz. Unchalik qiyin narsa emas. Atoqli ot juda ham oson. Lekin atoqli otlarda bizni qiynaydigan joylari ham bor. Bular qaysilar desa, hozir gaplashamiz. Men bir nechta atoqli otlar aytaman. Uni imloviy jihatdan to'g'ri qilib yozishlar kerak bo'ladi. Tushunarligi? Boshladik. Cho'nog'i yozsangiz ham mayli, chunki xato qilish ehtimoli kattadir. Cho'nog'i yozing. Boshladik. Andijon davlat universiteti. Andijon davlat universiteti. Osiyo taraqqiyot banki. Osiyo taraqqiyot banki. Ichki ishlar vazirligi. Ichki ishlar vazirligi. Oliy Majlis raisi. Oliy Majlis raisi. Toshkent traktor zavodi. Toshkent traktor zavodi. O'zbekiston qahramoni unvoni. O'zbekiston qahramoni unvoni. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Endi mana shu so'zlarni to'g'ri variantini yozib beraman. Sherigingiz bilan almashtirib oling daftaringizni va tekshirasizlar. Men ketma-ketlikda aytib berib turing, rozi. Xo'p, boshladik. Andijon davlat universiteti. Hop, D hamda U ni katta qilganlar bor. Demak, xato qilgan shular, chizamiz ikkovini ham, to'g'rilaymiz. Ikkinchi so'zimiz Osiyo taraqqiyot banki. Hammasini katta qilamiz. Kichik qilganlar bor, chizamiz, to'g'rilaymiz. Keyingi so'zimiz aytib berib turing. Ichki ishlar vazirligi. Demak, kichkina bilan yozish kerak edi. Oliy Majlis raisi. Demak, katta bilan Toshkent traktor zavodi. Kichkina bilan. Yetib oldimi hamma? O'zbekiston
qahramoni unvoni. Keyingi so'zimiz 8-mart tire qo'ymaganlar xato. Xalqaro roziga qarab qo'y. Xotin qizlar bayrami. Mana e'tibor beringlar. Martda m ni katta qilganlar xato qilgan. Tire qo'ymaganlar xato qilgan. Qo'sh tirnoq ochganlar ham xato qilgan. Qolaversa qolganlarni katta qilib yuborganlar ham xato qilgan. Xo'p, tekshiringda qarang, e'tibor beringlar. Masalan, birinchi so'zimizda davlatni katta, universitetni u katta qilgan bo'lsa, ikkita xato qildi. Shunaqa qilib bitta so'zda ikkita xato bo'lishi mumkin, uchta xato bo'lishi mumkin. Nechta xatoligini yozib qo'ying tagiga. Umumiy nechta xato qildi jami? Bo'ldimi? Xato qilmaganlar qo'l ko'tarsinchi. Demak, xato qilmaganlar yo'q ekan. Bitta xato qilganlar bormi? Yo'q ekan. Ikkita xato qilganlar bor ekan, xayriyat. 3ta xato qilganlar, 4ta xato, 5ta va 5tadan ko'p xato qilganlar ko'p ekan. Ko'ryapmizki, biz atoqli otlarni yozishda xatoga yo'l qo'yyapmiz. Bularni yozish oson emas ekan. Atoqli otlarda ayniqsa mana bir nechta so'zdan iborat bo'lib qolsa, qachon katta yozish kerak, qachon kichik yozish kerak bilmay qolyapmiz. Hozir shunday kelyapti-da, kattamkin, kichikmikin, bilmadim, kattadir, kichikdir deb ketyapsiz. Ehtimol shunaqa qilganingiz to'g'ri chiqib qolgandir. To'g'rilari ham. Xo'p, ana endi hozir qiladigan ishimiz nima uchun hamma so'zni katta yozish kerak, nima uchun faqat birinchi so'z katta va qolganlar kichik bilan yozilishi kerak, shular haqida gaplashib o'tamiz. Yozyapmiz. Tarkibidagi har bir so'z bosh harf bilan yoziluvchi atoqli otlar. Siz yozmisizmi? Ruchka beringlar. Tarkibidagi har bir so'z bosh harf bilan yoziluvchi atoqli otlar. Atoqli otlar 4 xil holatda tarkibidagi hamma so'zni bosh harf bilan yozishimizga to'g'ri keladi. Qachon? Birinchisi, xalqaro tashkilot nomlari. Yozing. 1. Xalqaro tashkilot nomlari. 4 holati shunaqa bo'ladi-da. Uni yozish shart emas, bir chekkadan ko'rib ketyapsiz. Xalqaro tashkilot nomlari. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkiloti. Qisqartirsangiz gap so'z yo'q. BMT katta yozilaveradi. Lekin yoyganda ham hammasini katta yozamiz ekan. Nimaga? Xalqaro tashkilot bo'lgani uchun. Osiyo taraqqiyot banki deb yozdikmi? Nimaga hammasini katta qildik? Sababi xalqaro tashkilot nomi bo'lgani uchun. Tushunarligi? Ikkinchi holatda yozyapmiz. 2. O'zbekistondagi oliy tashkilot nomlari. O'zbekistondagi oliy tashkilot nomlari. Oliy tashkilot. Masalan, Oliy Majlis. Yoki Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasi. Bular oliy tashkilot va katta harf bilan yozilyapti.
Uchinchisi, oliy tashkilot lavozimlari. Oliy tashkilot lavozim nomlari. Masalan, Oliy Majlisda raisi bor. Oliy Majlis raisi. Shunda R ham katta bilan. Agar Vazirlar Mahkamasi raisi desa, unda ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Prezident katta yozilish sababi shu yerda. Oliy mansab, oliy lavozim bo'lganligi uchun. Oxirgisi, to'rtinchisi, oliy unvon va medallar. Oliy unvon va medallar. Masalan, O'zbekiston qahramoni. Mana O'zbekiston qahramoni deganimiz unvon. Unga qo'shilayotgan unvoni so'zi kichik bilan yozilaveradi. Unvonni nomi katta bilan yoziladi xolos. Yoki shu yerda keladi oltin yulduz medali. E'tibor bersak, oltin yulduz ikkalasi katta bilan yozildi. Medal so'zi kichik bilan yoziladi. Yana ahamiyatli joyi oltin yulduz so'zi qo'shtirnoqqa olib yozildi. Lekin O'zbekiston qahramoni deganda qo'shtirnoqqa olmagan edik. Nimaga? Sababi shundaki, oltin yulduz degani bu majoziy ma'no, ko'chma ma'nodagi so'z. Yulduz oltindan bo'ladimi? Bo'lmaydi. Lekin u taqadigan medal tilla rangda ekan va yulduzcha shaklida ekan. Shuning uchun oltin yulduz deb qo'ydi. Ko'chma ma'noda. O'zbekiston qahramoni ko'chma ma'nodami, o'zini ma'nosidan? O'zini ma'nosi O'zbekistonda rostdan ham qahramon bo'lish mumkin. Shuning uchun bu qo'shtirnoqsiz yozildi. Mana shu to'rala holat hamma so'zni katta yozish kerak. 5-holat bor, yozish shart emas. Davlat nomlari. Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi ketaveradi, shunga o'xshaganlar. Tushunarligi? Xo'p, endi adashmanglar. Mana shulardan birortasi kelib qolsa, hammasini katta yozish kerak. Endi u kichik bo'laveradi. Endi bu narsa bizga nimaga kerak? Odatda ikkinchi test, milliy sertifikat imtihonida ikkinchi test imloga oid. Va qo'shib yozish, ajratib yozish, chiziqcha bilan yozish va bosh harflar imlosiga qaratilgan testlar shu yerda tushadi. Yoki essay yozayotganingizda ham mabodo shu so'zlar kelib qolsa, kichik qilib qo'ysangiz xato bo'lib qoladi. Bo'ldi. Endi keyingisi tarkibidagi faqat birinchi so'z bosh harf bilan yoziluvchi atoqli otlar. Tarkibidagi faqat birinchi so'z bosh harf bilan yoziluvchi atoqli otlar. Tarkibidagi faqat birinchi so'z bosh harf bilan yoziluvchi atoqli otlar. Bu ham to'rt xil holatda. Birinchisi ta'lim muassasalari nomlari. Ta'lim muassasalari nomlari. Ta'lim muassasalari nomlari. Hozirgi yozganimiz Andijon davlat universiteti. Ko'pchilik shuni xato yozadi. Lekin unaqa emas. Bu yoqqa ketaveradi. Masalan, Andijon tibbiyot instituti. Bir narsa ketdi. Hop, ikkinchi holat yozyapmiz. Ikkinchi holat vazirliklar nomlari.
vazirliklar nomlari. Masalan, ichki ishlar vazirligi. Buni ham ko'pchilik hammasini katta qilib tashlaydi. Nimaga desa, sababini bilmaydi, lekin katta. Uchinchi holat oddiy tashkilot nomlari. Oddiy tashkilot nomlari. Masalan, Quvasoy sement zavodi. Toshkent traktor zavodi shunga misol edi. Oliy tashkilot o'zi bitta ikkita ekan xolos. Qolgan hammasi oddiy tashkilot. Masalan, xo'jalik sudi bo'ladimi? Majburiy ijro byurosi bo'ladimi? Bilim va malakalarni aniqlash agentligi bo'ladimi? Farqi yo'q, hammasida faqat birinchi so'zi bosh harf. To'rtinchisi bayram nomlari. Bayram nomlari. Boya yozganimiz 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bo'ldi, mana shu holatlar ekan. Atoqli otda mana shu holatlarni tushunib olsak bo'ldi. Keyingi darsda hozir yozdirganlarimni yana yozdiraman. Balki boshqacharoq bugun yozmagan so'zlarimizni berarman. Siz bugungi qoidadan kelib chiqib to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri yoza olmasangiz kalta. Tushundinglar-a? Buguncha shular.